Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 3 dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlarni Oynajahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, kanalimiz yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bitidan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Albatta bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Shunday ekan, kamtarona mehnatimizni qadrlab, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, yaqinlarga yuborishda bardavom bo'ling. Mana azizlar, sizlarning e'tiborlaringizga yangi namozni boshlamoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida namozni rakatlarini yozib ko'rsatdim mana. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farzdan iborat. Peshin namozi esa 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Azizlar, e'tiborli bo'lamiz va aktiv bo'lamiz. Mana endi asr vaqti esa 4 rakat farzdan iborat. Azizlar, Telegram kanal ochganman. Telegram kanalda silkasini сообщение bo'limiga zakritli qilib qo'yaman. Iltimos kanalga o'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmangizlar. Har kunlik namoz vaqtlari chiqarib boriladi. Shom namozi esa 3 rakat farz, 2 rakat sunnatdan iborat. Xufton namozi esa 4 rakat farz, 2 rakat sunnat va 3 rakat vitr vojibdan iborat. Mana sizlarning e'tiborlaringizga havola qilmoqchi bo'lgan mana shu yangilik, mana shu jadvalim edi. Iltimos kanalda videoni oxirigacha ko'rib, like ta ayamaymiz azizlar. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi. Like ta bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, yaqinlarga yuboramiz, kommentariyada o'z iliq yaxshi fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.